Liu Bei'nin 5 yol basanğının birincisi kim o? Yani Şuhan'ın birinci numaralık tökpkar sanğını zadı kim o? Hem de bu yet 3 parçalık hakkında kısan namlıq əserdeki Liu Bei'nin 5 yol basanğını yaxtırmaydıqallar Amerika məsələn yok. Hem de onda olsa bu yet 5 yol basanğının içinde kim o birinci numaralık sanğını ya vaxtınızda bu yet hergiz mi? Sizlerin konulardaki nokul aldı ki bularının elem mağardınla tılğanmadım. Şuhan'ın birinci numaralık sanğını degenkemiz çuqum Şuhan'ga Liu Bei'ga en çok tökp yaratgan, en çok batırlık göstergen, bunun kıymeti en çok olan şu sanğımız gerek. Kimning tökpisi, kimning ajri en köp debatımızda bu yerda. Hem de bu yerdeki 5 yol basanğın Guanyu, Zhang Fei, Zhao Zilong, Huang Zhong, Ma Chao. Bu 5'ini yaxtırmaydıqallar yok, şunami? Endi bularning hammasini men bak yaxtırma. Bulardan tanlamak tez, hammamiz uchun tanlamak tez. Shuning uchun biz bugun inshaalloh usulni qo'llanamiz, shunami? Oldi bilan 5'dan kimni eng oxirgi tutsak bo'lar degandan boshlaylik. Birinchi o'pshallandigini Ma Chao. Nima uchun Ma Chao deganda eng oldi bilan Ma Chaoning Liu Bei jitmaniga Şuhan'ın qaytilgan vaqti eng keyin, eng qisqa. Hem bu qaytilgandan keyin mi bunun ko'rsatgan tökpisi nəhayət az. Məsələn bu vaqtimizda Liu Bei Sichuan namaqchi. Liu Zhang bilan jang qilgan vaqtimizda bu Zhang Lu'dan yordam so'rashqa Zhang Lu Ma Chao'ni avatdi. Kim bu yerga Ma Chao'ning yo'lini Zhang Fei'lar to'sib qo'ygandan keyin buning ya chekingidek yo'li yo'q, ya ilgirlanmay shuning bilan Zhuge Liangning bir tadbiri bilan bu Liu Bei'ga al bo'ldi. Shuning bilan bu yerdagi Ma Chao hamda bu peti bormay, azroq yuzim bilan boray deb jangning oxirini mush oyoqlashtirib bu yerga Liu Zhanglarni al qilib Sichuanni oladi. Lekin bu jangning boshdagi tökpisi nurg'un ishni bu yerga Liu Bei, Zhuge Liang, Zhang Fei, Zhao Zilonglar bo'lgancha bu faqat Ma Chao oxirgi yerlik qildi. Shuning uchun buningmi 5 cho'ng tökpisi Ma Chao'da emas. Ikkinchi bir cho'ng tökpisi bu yerga Saupi Smaila hujum qilgan vaqtning o'zida Zhuge Liangning tadbiri bilan bu yerga Ma Chao Yangping qurolini qo'g'dab qoladi. Biroq Yangping qurolini Baturlik qahramonlik jang qilib emas, o'zining suri Aysullallah qo'g'dab qolgan. Chunki Xianpilarning orasida bu yerga Ma Chao'ning Samaviy sanğında intayin cho'ng bo'ladi. Shuning bilan bular hujum qilishga paytinamagan. Ma Chao bargohdan chiqmay bo'ktirmadi turib mudofaa turiblar bu jangning g'alabasini qo'lga keltirgan. Endi shuning uchun bu yerga Ma Chao'ning Liu Bei'larga akelgan tökpisi ancha ko'p emas. Endi bu Ma Chao'ning uch parchalik haqida qissatga nəhayət batur, qahramon bir sanğın ekanligiga ko'z yumdik. Buningki baturligi, qahramonligi butunlay Liu Bei jitvanga qaytilishdan burun bo'lgan. O'ylab qo'yinglar, rasmi? Liu Bei jitvanga qaytilishdan burun buning baturligi, qahramonlik bu janglar nəhayət ko'p. Biroq buning qaytilgandan keyin ancha ko'rinarli emas. Unisiga qaytilib, men ancha uzoq o'tmay bu yoshlar o'lib ketdi. Ikkinchi bo'lib bu yerdagi yashangan sanğın Huang Zhong. Endi Huang Zhongmi Ma Chao'ning oldida raqam qaytilgan. Buningmi vaqti bir qadar qisqa. Endi Liu Bei jitvanni qo'shgan tökpisi bu yerda Ma Chao'dan ortiqroq. Birisi bu yerda Liu Bei Sichuan kirgan vaqtimizda bu yerda Huang Zhong yondash turishal sanğın bo'lib kirdi. Ikkinchi bir muhim tökpisi Ding Junshan teg'in oldigan vaqtimizda bu yerda Huang Zhong o'z yolg'iz bu yerdagi Shah Huyanning kallasini oladi. Biroq bu ikki jangda bu yerda Huang Zhong yondash turishal. Yani baş turuşavlar emas, baş tökpə bunun emas, baş məsuliyyətmi bunun emas, baş tökpə bunun emas, baş məsuliyyətmi bunun emas degan gap yo'q bu yerda. Yükning egri yeni uchun bosh sanğını tushdi. Endi buning eng chong baturligi keyin bu yerda Zhang Fei Guanyular o'lib ketgandan keyin Liu Bei bilan birga Zhang Dong hujum qilgan vaqtida Zhang Dongning quvug'ini echpirma deb bu o'zini qurbon qilib turib bu ganninglarga o'qiyatigi bu bekturumga akirma deb müşer bir qahramonlik ko'rsatib o'lib ketdi. Endi bulardan Guanyu, Zhang Fei, Zhao Zilonglar qoldi, shunami? Endi bu yerda Zhao Zilong bek muhim ishlatilmagan, biroq buning Liu Bei jitvanni qo'shgan tökpisi, ajri bu yerda Huang Zhong Ma Chao'lardan xeyla ustun. Hem bulardaki yeni bir muhim sebep bu ikisinden xil burun Liu Bei'ga ergashgan bu yerdagi Zhao Zilong, shunami? Hem de Zhao Zilongning muhim bir tökpisi bu yerdagi Aduni ikki qatim qutqizib qolganligi. Birinchi qatim Changbanpo davında Ganfurun quduq sakrib olgandan keyin bu yerdagi Aduni qutuldirma deb Cao Cao'ning bo'ktirmasiga 7 qatim busib kirib, 7 qatim busib chiqdi. Ikkinchi qatim bu yerdagi Sun Shaomei bu yerdagi Aduni Zhang Dongga aytmaydigan yeni bir qatim qahramonlik ko'rsatib buni qaytirib keladi. Yana bu yerdagi Liu Bei jitvanni Yizhou hujum qilgan vaqtning o'zida bu yerdagi Zhao Zilong
100 yalğız bir yolni. Zhuguliang, Zhang Fei'la bir yolni, Liu Bei'la 3 yol bilinip hücum qildi. Mush vaqtning o'zida Zhao Zilongning manga yo'li eng egri, eng uzun, eng jiraqdan keldi. Hem o'zi baş qo'mondan, baş sanğın, cho'ma butun qo'shinni o'zi qo'mondanlik qilib apirdi. Bu vaqtda bu Zhao Zilongning to'kpisi haqiqatan ko'p. Shuning uchun ham endi nurg'unlar bu yerda changshanlik Zhao Zilongni yoqtirdi. Shundan lekin bu yerda Zhao Zilong Liu Bei Jitwandagi rasmiy 4 cho'ng sanğınning birisi bulanmagan. Hamda 5 yolu bas sanğındagini faqatla hurmatnami. Hamda ikkinchi rund turdig'ini albatta bu yerda Zhang Fei. Zhang Fei Liu Bei Jitwani 0 dan boshlab bunun qatnashgan. Buningki eng dastlabla Liu Bei'ning dastlabki egiligining hammasini bu yerda Zhang Fei ta'minlab bergan. Endi Jibojanim to'l deganman. Bu vaqtimizda Liu Bei'ning eliq bir urvagan bo'ri qumushlar nimalar hechimiz yo'q. Guayuning shu faqat Zhang Fei'ning mayxonasi, qassobxonasi va bir qancha tal bu butun qo'ri joy mashmal mulkini setib, Liu Bei'ga agishib, mana misma mablag' deb buni birib, bularning eng dastlab jang etdi, jang qurolini so'qtirib, ochliq setib olib, ancha-muncha qo'shin to'plab, 4-5 ming qo'shinni Zhang Fei'ning mal mulki bilan to'plangan. Shuning uchun bu yerda Zhang Fei'ning Liu Bei qo'shgan to'pisi ajri haqiqatan bor. Endi Shichuan kirgan vaqtning o'zimi bu yerda Zhang Fei boturlik bilan Zhang Zhou'ni oladi. Ya'ni yanni taslim qilib, bu yerda Yizhou'ning quvug'ini Zhang Fei ochdi. Ma Chao kelgan vaqtning o'zimi Ma Chao'ning yo'lini mushu to'sib qo'ydi. Chengdu'ni qo'rishib oladi. Eng dastlab bu yerda 3 qahramonning Liu Bu bilan urushidimi Zhang Fei boturlik bilan chiqib, bu yerda Liu Bu bilan yak-yak urushidi. Endi bu Liu Bei'ning hayotini necha qatim qutqizib qolgan, Chongbampoda chaqmoqdek 3 qatim nar tortib, Savsovdan boshlab kelgan 80 tuman lashkini qochirayotgan. O'ylab beqinglar, mush vaqtida ash vaqtni Zhang Fei utib bergan. Bo'lmay qolsa bu yerda Liu Bei, Zhugulianglar Jiangshaq chekinolmay turiblar. Ölüp gitdi. Keyin bu yerda Wei qo'shini bilan dahshatli jang qilgan vaqtning o'zida bu yerda Zhang Fei Zhang Heni mag'lub qilgan. Pas qoladi Zhang Hening kallasini ag'li. Endi bu garchi mijaz ishchi bo'lgan bilan haqiqatan Liu Bei'ga sodiq buningni gapini anglaydigan. Endi bu Zhang Fei'larning janglarini ko'rsatgan to'kpisini so'zlasak bu bak ko'p ishlar. Hamma jangda bu balikin ba. Qo'rqmay, boturlik bilan to'kib ko'rsatdi. Shuning uchun bu yerda Liu Bei Jitwanining to'kib ko'rsatganlarini ki shu ikkinchisi bu yerda Zhang Fei'ning tizligini to'g'ri. Endi birinchisi kim qoldi? Guayu qoldi. Shundan endi bu yerda Guayu kelsak, 天下英雄闻我名，无不丧胆。起我的青龙偃月刀，请斩你这鼠辈的首级。马弓手关羽，请战华雄。在我看来，他那是插标卖首。Guayu'ning o'zini ular mazmuni bak olib turdi, qisqartib kelmidi. Shaxsan o'zim Guayu'ga bak amroq nurg'unlanib yoqtirdi. Shuning uchun buni Jibojanda tafsilida biray yoki bir ayrim zopin qilib ishlab bir ping uchun qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat.